Umuman notanish bo'lgan bir insonni bir g'amini yeng siz ham. Umuman notanish bo'lgan insonni bir qalbiga xursandchilik soling. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning sahobiylari masjidda edilar. Ramazonda e'tikofda o'tirardilar. E'tikofda turgan vaqtlarida aytadilar bir sahobiy. Yonimda bir yigit keldi. Juda xafa holatda, mahzun edi. Men undan so'radim, "Seni xafa qilayotgan narsa nima?" dedim. U odam aytdi, "Juda qarzlarim ko'p" dedi meni. Qarzga botib qolganman. Shu bilan birgalikda qarzimni muddati ham kelgan dedi. Sahobiy aytdilar, "Seni nomingdan men o'sha qarzdorga muddat olib beraymi?" dedilar. Ya'ni ozgina muddat qo'shtiraymi dedilar. U boshini qimirlatib, "Ha" dedi. Kiyimlarini kiyib masjiddan chiqayotgan vaqtlarda u kishining sheriklari qo'ldan oldi. "Ey birodar, qayerga ketyapsan?" Ya'ni e'tikofda turgan odam masjiddan chiqishi mumkin emas. Chiqib ketyaptilar bu kishi. Nimaga chiqib ketyapsan deganda, "Birodarimni qarzi uchun muddat so'rashga boryapman. Ya'ni muddatni uzaytirishga boryapman" deganlarida, "Sen e'tikofdasan-ku, chiqish mumkin emas-ku" deganlarida nima dedilar? "Birodarimni g'amida yurganim e'tikofdan ko'ra yaxshi" dedilar. Borib o'sha qarzdordan borib muddat so'rab, keyin qaytib yana e'tikofni davom ettiraverdilar.